Xo'p. Sizga o'zi bitta gap uqtirib bo'lmaydi? Va nihoyat bugun oyim bilan uchrashasan. Ishonaman. Sen oyimga albatta yoqasan. Shu shartmikan Asad aka? Axir o'zbekchilikda birinchi sovchi yuboriladi. Kelin tomon, kuyov tomon yaxshilab so'rab surishtiriladi. Oyim avval sen bilan ko'rishsinlar, gaplashsinlar. Keyin bemalol qo'sha-qo'sha tog'oralarni olib, sen aytgan o'zbekchilik, rasm-rusumlarni qilaverishadi. Kim ekan? Ishxonada. Hozir gaplashib oling. Ha, mayli. Oyingiz qachon keladilar? Ozgina nimagadir g'alati bo'lyapman. Nimaga buncha tortinasan? Aytdim-ku. Oyim tushunadigan ayollar, zamonaviy. Nimaga tushunmaysiz? Qiz bola bilan kuyovni oyisi Fotihadan oldin ko'rishi biz uchun odatiy hol emas. Voy, xavotirlanma. Oyimga hammasini tushuntirganman. Men oynaga qarab kelay. Bo'pti, tezroq borib kel. Oyim kelib qoladi hozir. Xo'p. Oyi, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Bolam? O'tiring. Ha, bitta o'zing so'ppayib o'tiribsan, tinchlikmi? Kelin qani? Ha, keliniz shu yerda edi. Hozir keladi. Yaxshi. Qalay, nima gaplar? Faqat sizdan ozroq tortinyapti-da. Chiroyli ko'rinish uchun oynaga qaragani ketgandi. Birinchi uchrashuvda yaxshi taassurot qoldiray degandir-da. Ha? O'zingiz tushunasiz, oyi. Xo'p, o'zingning ishlaring qalay? Yaxshimi? Ha, yaxshi. Ha, ishlab yuribmiz. Yaxshi bo'lsin. Keldim. Ha, keldingmi? Kel, o'tir.